Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakuning Kavkaz İslam Armiyasi tarafidan ozod qilinganligining 102 yilligini tabrikladi. 15-sentabrda Baku Türk şehitgahligida o'tkazilgan marosimga Turkiyaning Baku elchisi Erkan O'ziral, harbiy ishlar maslahatchisi Brigada komandiri Ismoil Haqqi Ko'sali va Azərbaycan harbiy doiralari qatnashdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakuning Kavkaz İslam Armiyasi tarafidan Ermeni va Bolshevik shaykillardan ozod qilinganligining 102 yilligini tabriklash munosabati bilan Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'onga maktub yo'lladi. Aliyev maktubida qarindosh davlat Turkiyaning buningdan 102 yil burun turli qiyinchiliklarga qaramay Azərbaycandan yordamini aymaganligini, Bakuni ozod qilgan Nuri Pasha qo'mondonligidagi Kavkaz Islom Armiyasi shehidlarini har doim xotirlab kelayotganliklarini eskartib, 15-sentabrning Azərbaycan xalqi uchun nihoyat muhim bir kun ekanligini, chunki bu kunda Bakuning ozod qilinib, davlatning poytaxti e'lon qilinganligini ta'kidlab, bugungi kunda Azərbaycan Turkiya qarindoshligi va do'stligi butkul dunyoga ulgudir. Azərbaycan har doim qarindosh davlat Turkiyaning yanida. Azərbaycan Türkiye strategik ittifoqdoshlik va hamrohlik munosabati rayonda tinchlik va bexatarlikning ishga oshirilishi, hamkorlikning yanada kuchaytirilishiga to'p qo'shayotgan muhim omildir degan. Bakuni ozod qilish ko'rishi jarayonida Kavkaz Islom Armiyasining 1130 askari shahid bo'lgan edi. Egilishcha Azərbaycanning Baku, Shaki, Shamahi, Qobuston qatorliq ko'plab rayonlarda Kavkaz Islom Armiyasi askarlari dafn qilingan 14 turk shehidgohligi bor ekan.